Qonunga bo'ysunmaslik va hissiyotga berilish ko'pincha kutilmagan oqibatlarga olib keladi. Qarshi shahrida sodir bo'lgan holat ham aynan shunday vaziyatlardan biri. Hodisa orqali yana bir bor anglash mumkinki, yo'l harakati qoidalariga rioya qilish, huquqni muhofaza qiluvchi organlar talabini bajarish har bir ishtirokchining burchidir. O'z qoidabuzarligini musht bilan yashirishga harakat qilgan qoidabuzarga tegishli jazo chorasi qo'llanildi. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Yo'l-patrul xizmati inspektorining qonuniy talabiga bo'ysunmasdan jamoat joyida shovqin-suron ko'targan haydovchi afsuski bu bilan tinchimadi. Voqea joyidan qochishga uringanligi sababli biz haydovchini to'xtatishga urindik. Haydovchining farzandi bizga qarshilik ko'rsatib, kuch ishlatdi. Jinoyat ishlari bo'yicha Qarshi shahar sudi tomonidan ko'rilgan mazkur jinoiy ish tafsilotlariga ko'ra, holat 2025-yilning 6-dekabr kuni sodir bo'lib, shu kuni tungi soat 22:30 larda yo'l-patrul xizmati inspektorlari Qarshi shahar Bunyodkor mahallasidan o'tgan Qarshi Shahrisabz yo'lida xizmat olib borayotgan vaqtida Mustaqillik ko'chasi bo'ylab harakatlanib kelayotgan Damas avtomashinasi to'xtatilib, haydovchidan tegishli hujjatlar so'ralganida u hujjatlarsiz boshqarib kelayotgani oydinlashadi. Shu jarayonda haydovchining o'g'li mashinadan tushib kelib, otasini hodisa joyidan qochib ketishi uchun sharoit yaratish maqsadida yo'l-patrul xizmati inspektorlariga kuch ishlata boshlaydi. Haydovchi bilan va haydovchining o'g'li jamoat tartibini buzib, sherigimga nisbatan kuch ishlatayotganini ko'rib, ularni ajratishga urindim va menga ham haydovchi va haydovchining o'g'li menga nisbatan qarshilik ko'rsatib, turli tan jarohatlar yetkazib, voqea joyida qochishga urinmoqchi bo'ldi. Ochiq sud majlisida jinoiy ish tafsilotlari muhokama qilinar ekan, haydovchining harakatlariga qonuniy baho berildi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 219-moddasi 1-qismi bilan sudlangan shaxsga nisbatan bo'lgan jinoyatchi ochiq sud majlisida ko'rib chiqildi. Ushbu sudlanuvchimiz muqaddamam aynan shaxsga qarshi qaratilgan jinoyat sodir etganligi, unga nisbatan ozodlikni cheklash tariqasida jazo tayinlangan bo'lsa-da, bundan tegishli xulosa chiqarmasdan yana hokimiyat vakili hisoblangan ichki ishlar xodimlariga qarshilik ko'rsatib, ularni xizmat vazifasini bajarishdan voz kechishga majbur qilgan holatda jinoyat sodir etganligi kabi holatlarni e'tiborga olgan holda unga nisbatan 1 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinladi. Yo'l harakati qoidalarini mensimasdan, tegishli hujjatlarsiz avtomashina boshqarish yoki turli qoidabuzarliklarning sodir etilishi ortidan yuzaga kelayotgan ko'ngilsiz holatlar afsuski barchamizni doim hushyorlikka undashi lozim. Harakatda ishtirokchi sifatida xurmacha qiliqlar ko'rsatish yoki mushtumzorlik qilishning oqibatlari esa ana shunday yakunlanishi tabiiy edi. O'ylaymizki, ushbu holat boshqalar uchun saboq bo'lsa, foydadan xoli bo'lmasdi.